Bemorimiz 57-yil xolamiz. Kelganda shikoyatlari uni yon yuzasidagi son, boldir yon yuzasidagi og'riqni harakat vaqtida kuchayishiga, oyoqni uvib qolishiga, oyoqda har xil narsalar yurganda jimirlashiga shikoyatlar bilan kelishgan. Hozirda xolamda endoskopik usulda diz churrasini olib tashlash amaliyoti o'tyapti. Bu usuldan samaradorligi shundan iboratki, bemor tez tiklanadi, ortiqcha qon yo'qotmaydi, operatsiyadan keyingi og'riqlarni sezmaydi. Jarayonni birga ko'rishimiz mumkin.